Hürriyet ve onun çek-çegarası. Dünyada cheksiz hürriyet bolmaydı. Undaq hürriyet bar deb guman qilganlar rostilla ahmoqlar bo'lib, ularning bu gumonlari reallikqa tamamen zid keladi. Chunki nima qilishni xohlasa, shuni to'solg'usiz va cheklimsiz holda amalga oshirish faqat birli yaratquchining qo'lidan keladigan ish. Ahvol shundoq ekan, cheksiz hürriyet va mutlaq ixtiyor faqat Alloh taoloning qo'lida. Chunki Alloh taolo yaratquchi va yo'q qilg'uchi, hayot berguchi va o'ltirguchidir. Haqiqatan Alloh taolo xohlaganini qila oladi. Chunki koinot va uningdagi barliq sabablar va mutlaq kuch-qudrat uning qo'lida. Inson uchun bu qudrat nada bo'lsin? İnsanның xohlaganlarini amalga oshirish ishi uning ojizligi va ma'lum cheklamichi ekanligi sababli ko'p hollarda amalga oshmay qoldi. Masalan, birov o'zining hur irodasi bilan musobaqalarda birinchi bo'lib chiqishni xohlaydi. Lekin amaliyotda uni amalga oshira olmaganida o'zining mutlaq hurriyatga ega emasligini tushundi. Egiz joydan yiqilib tushib ketayotgan odam shu lahzalarda o'zida xuddi qushlardek uchish qudrati bo'lib, o'limdan saqlanishni shuncha orzu qiladi. Lekin bundaq qudrat uningda nada bo'lsin? Inson cho'ng boylardan bo'lishni armon qildi. Lekin hammasi shundoq bo'la olamdi? Bizda qushlardek uchish, lahangdek suv uzish va farishtalardek osmonga o'rlash hurriyati bormi? Bizga kelgan o'limni to'sib qoladigan hurriyat bizda bormi? Agar insonda mutlaq hurriyat bo'lgan bo'lsa, nima uchun armon qilganlarning hammasiga ega bo'la olmaydi? Nima uchun mag'lub bo'ladi? Kuchlik davlatlar o'zlari zo'rlik bilan mustamlika qilgan xalqlarni yer yuzidan butunlay yo'q qilib etib, ularning vatan da'vosi qilish xavfidan uzil kesil xotirjam bo'lishni qanchalik armon qilganligini bilamsiz? Ular o'zlarida mutlaq hurriyat borligini gumon qilib, qilmagan qatliamlari va har xil suiqasdlar qilmagan bo'lsa-mu, yana bu millatlarni yo'q qila olmagan. Tishidan tirnog'igacha eng xatarlik va eng zamonaviy qurollar bilan qurollangan Isroiliya jo'hotlari butun kuchini ishlatib turib, Falastindagi umumiy nüfus soni 1,5 millionga yetmaydigan, xalqi namrat, dushmanga atadigan toshdan boshqa quroli bo'lmagan kichikkina G'azza shahrini nima uchun bo'ysundira olmadi? Uning ustiga 3 yilga yaqin vaqtdan beri G'azza shahriga qo'yilgan embargo G'azza xalqini texim namratlashtirib atgan. G'azza aholisi yegili yo'q, ichgili yo'q, kiygili yo'q, davolanish uchun ya dori yo'q, ya pul yo'q, dushmandan mudofialanish uchun qurol teximi yo'q. Shundoq butunlay yo'qlik ichida intayin echinishli bir vaziyatda o'ttir asrlarning namratligida hayot kechirmoqda. Isroiliya bo'lsa puhralarga qurollangan Amerika va Angliya boshchiligidagi davlatlar Falastinga qo'shni bo'lgan boshqa davlatlar rasmiy yoki g'ayri-rasmiy holda Isroiliyani qo'llagan. Hatto Falastin milliy hokimiyati bilan ko'plagan Falastin tashkilotlari G'azzadagi Hamas hokimiyatiga qarshi turib, Isroiliyaga yondashgan. G'azzaga qo'shni davlatlar G'azza aholisiga yordam qo'lini so'zish uyoq tutursin, yiroq davlatlardan kelgan dori-darmak, yemak-ichmak qatorliq insoniy yordamlarni G'azzaga kirishdan to'sayotgan. Bugungi kunda bu vaziyatda Isroiliya uchun hayotida tepilmaydigan shundoq cho'ng bir fursat bor turib, nima uchun Isroiliya G'azzani bo'ysundira olmadi? Arqa-arqadan insoniyat qilpidan chiqqan eng vahshiy hujumlarni kecha-kunduz davom qildirib turibmi, nima uchun kichik bir partizan shakldagi Hamasni yo'q qila olmadi? Nima uchun Isroiliya eng zamonaviy qurollar bilan turib, Hamasning qo'lda yasalgan oddiy qurollarga teng kela olmadi? Chunki cheksiz hurriyat va mutlaq ixtiyor egasi bo'lgan Alloh taolo xohlamadi. Alloh taolo xohlamagan ekan, insonlarning xohishi amalga oshmadi. Sura Takvirning 29-oyatidagidek: Olamlarning Robbi Alloh xohlamaguncha sizlar xohlay olmaysizlar.
Demak, sizlar ko'zlagan maqsadinglarni Alloh taolo yo'l qo'ymoqcha amalga oshira olmaysizlar. İnsanның qudrati cheklik. İnsanның qudrati qanchalik yuqori bo'lib ketsin, bütün shart-sharoitlar uning oldida hozir bo'lgan bo'lsin, yanada u orzu qilgan narsalarning hammasiga erisha olmaydi. Chunki insonning qudrati va uning hurriyati mayli u xohlasin yoki xohlamasin, tabiiy holda cheklikdir. İnsanning hurriyatdan bo'lgan haqqi ko'plagan haq-huquqlarga zid keladi. Bularning ichida shu insonning shaxsiy haq-huquqlari, ijtimoiy haq-huquqlar va Alloh taolaning haq-huquqi bor. Bu haq-huquqlarning hammasiga faqat muvofiqlashtirish va haq-huquq egalarining har biriga adolatlik taqsim qilish yo'li bilanla erishgili bo'ldi. Shaxsiy haq-huquqlar. İnsanning shaxsiy haq-huquqi o'qib, bilim-ma'rifat olish huquqi, o'ziga yo'lliq holda baxt izlash huquqi, ziyon zahmatdan saqlanish huquqi, Alloh taolo bergan ne'matlardan va rizqlardan isrof qilmasdan yo'lliq foydalanish huquqi, halol qilingan lazzatlar bilan huzurlanish huquqi va boshqa nurg'unlagan huquqlarni o'z ichiga oladi. Ammo insonning o'ziga va boshqalarga ziyon yetkazishi uning haq-huquqlarining jumlasidan emas. Masalan, insonda o'zining shaxsiy erkinlik da'vosi bilan o'zini o'ldirish yoki nafs xohishining kayniga kirib ziyonli narsalarni iste'mol qilish bilan o'zini kasal qilish yoki fikr toqatini, aql kuchini o'ziga yoki insoniyatga foydasi bo'lmaydigan behuda narsalar bilan zoyi qilib o'tish erkinligi bormi? Albatta yo'q. Shuningdek, insonda o'zining shaxsiy erkinlik da'vosi bilan boshqalarning haq-huquqlariga, ar-nomusiga tajovuz qilish huquqi bormi? Yo'q. Nima uchun yo'q? Alloh taolo nima uchun insonlarga mutlaq erkinlik ato qilmagan? Chunki dunyoda har kim o'zining shaxsiy erkinlik da'vosi bilan ko'ngli kechganlarning hammasini, xohlaganlarining va orzu qilganlarining hammasini amalga oshirmoqchi bo'lsa, dunyoning intizomi buzilgan, ojizlarning yashashdan hech nasibasi bo'lmagan bo'ladi. İctimai haq-huquqlar. İctimai haq-huquqlar ko'p bo'lib, insonning o'zining shaxsiy erkinlik da'vosi bilan boshqalarning haq-huquqlariga daxl daruz qilmasligi, shaxsning jamiyat a'zolari bilan birlikda ijtimoiy hamkorlikni, adolatni asos qilgan holda haqqoniy ilib berishi, o'zining manfaati uchun umumning haqqini qurbon qilmasligi va boshqalar. İnsanның shaxsiy erkinlik da'vosi bilan birovning jiniga zomin bo'lish haqqi bormi? O'zining nafs havasini qondirish uchun boshqalarga ziyon yetkazish yoki birga bosqinchilik qilish huquqi bormi? Yoki turmushini qamdash uchun o'zining shaxsiy erkinlik da'vosi bilan boshqalarning haqqini tortib olish yoki o'g'irlik haqqi bormi? O'g'irlash haqqi bormi? Demak, insonning shaxsiy hurriyati boshqalarga ziyon yetkazmaslik cheklamasi ichida bo'ladi. Hatta biror yuqumli kasallikka giribdor bo'lgan bo'lsa, uning insonlar to'plangan joyga berish huquqi cheklandi. Bunda qilish boshqalarga kasal yuqtirib, ularga ziyon yetkazmaslik uchundir. Alloh taolaning haqlari. Alloh taolaning insonlar ustidagi haqlari intayin ko'pdir. Bularning eng oldinqisi yer yuzida xolis ibodat qilinish, ulug'lanish, so'yilish, yod qilinish va har ishda itoat qilinishdir. Alloh taolaning bu haqqini bermaganlar Alloh taolaga osiylik qilgan, o'zlarini ziyon uchratgan bo'ldi. Har ikkisi insonning shaxsiy erkinlik xatardan emas. Chunki Alloh taolaning haqqini bermaslik bir haqsizlik. O'zini oxiratning azobiga tutishi yana bir haqsizlikdir. İnsanda o'zini ziyonga uchratadigan ishni qilish huquqi yo'q.